jamiyatdagi aqlli, hushyor insonlar zimmasiga atrof muhitni toza va pokiza saqlash hamda tabiatni muhofaza etishda katta mas'uliyat yuklangan. Bu sharafli ishni inson azaldan baholi qudrat ado etib keladi. Islom dini tarqalishining ilk davrlaridanoq tabiat muhofazasi, nabotot va hayvonot olamini himoya qilishga juda katta e'tibor berilgan. Bu haqda Qur'oni Karimda juda ko'p oyatlar nozil bo'lgan. Jumladan Alloh taolo shunday marhamat qiladiki, mana Qamar surasining 49-oyatda keladi. Albatta biz har bir narsani o'lchov bilan yaratdik deb Alloh taolo marhamat qildi. Demak, dunyodagi har bir narsa o'lchovli ekanligini siz bilan biz insonlar buni esimizdan chiqarmasligimiz lozim ekan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zining muborak hadis shariflarida ham marhamat qilganidek, ya'ni Rasululloh aytdilarki, qaysi bir musulmon kishi biror ko'chat eksa yoki yerga biror urug' eksa, ana keyin undan qush yoki inson yoki biror hayvon yesa, ya'ni shu ekkan odamga sadaqa savobi yoziladi dedilar. Demak, ko'chat ekishlik bu ham o'sha tabiatga bo'lgan bir yaxshilik, ya'ni bundan insonlarni, hattoki uchib yurgan qushlarni, yerda o'rmalovchi hayvonlarni ham bundan foydalanishligi, uni ekkan kishi uchun demak savob yozilishligini mana bu hadis sharifdan ham bilib olsak bo'ladi. Albatta biz har bir narsani dunyoda o'lchovli dedik. Hattoki ibodatlarimizda ishlatadigan tahorat suvlariga ham jiddiy e'tibor berilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kuni tahorat qilayotgan Sa'd ismli sahobaning yonidan o'tayotib, bu qandoq hol ey Sa'd, ya'ni bu qandoq isrofgarchilik ey Sa'd deb turib Rasululloh Sa'dga murojaat qildilar. Shunda Sa'd suvda ham isrofgarchilik bo'ladimi deb turib Rasulullohdan so'raganlarida Rasululloh aytdilarki, agar oqib turgan daryodan olsang ham isrofgarchilik bor dedilar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Demak, siz bilan biz hattoki ibodat uchun ishlatadigan tahorat suvlarimizdan ham qanchalik bir tejashlikka Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu yerda alohida bir o'zlarini so'zlarni aytayotgan ekanlar. Demak, buni dunyoda bugungi kundagi hayotimizdagi ishlatayotgan suvlarni, isrofgarchiliklarni qanchalik katta ekanligini ko'z oldimizga keltirishimiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, yana tabiatda isrofgarchilikdan tashqari pokiza saqlashligimiz ham siz bilan biz insonlarning zimmamizdagi eng asosiy bir vazifalarimizdan hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadis shariflarida 3 ta joyga axlat tashlashlikdan qaytarganlar. Oqib turgan, ya'ni daryo o'zanlariga hamda qoya salqin beradigan yoki meva beradigan daraxtlarning ostiga, odamlar qatnaydigan serqatnov yo'llarning bo'yiga demak axlat tashlashlikdan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qaytarganlar. Bugungi kunda ba'zan bu narsaga e'tiborsizlik bilan qarayotgan yoki bo'lmasam o'sha hattoki minib ketayotgan mashinasidan axlat xaltachalarini tashlab yuborayotgan yoki beparvolik bilan uydan chiqib ko'chaga axlat tashlayotgan, oqib turgan suvga axlat tashlayotgan holatlarni albatta ko'zimiz tushadi. Bu narsalarni ko'rganda siz bilan biz albatta dinimiz, shariatimiz talabi bir munkar ishni ko'rganda ularni qaytarishi lozim ekanligi haqidagi Rasulullohning muborak o'gitlariga amal qilishimiz lozim. Chunki biz yuqorida aytdik, albatta tabiatni asrashlik bu har bir kishining, har bir insonning, mo'min musulmonning zimmasidagi bir vazifasi. Shuning uchun ham bu hadis shariflarda bayon qilingan daryo o'zanlari bo'ladimi, soya salqin beradigan daraxtlarning ostiga yo insonlar o'tadigan yo'l yoqalariga axlat tashlashlikdan saqlanishligi ham musulmonlik burchimiz ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz lozim. Biz har bir ishga albatta javobgarmiz. Biz hayotimizda qilayotgan har bir narsadan albatta so'ralguvchimiz. Shuning uchun ham azizlar, Alloh taolo siz bilan bizga go'zal bir hayotni ato etgan. Alloh taolo bu dunyoni sizni biz bandalarning zimmasiga obod qilishligini buyurgan. Albatta bu obod qilingan yerda fasod ishlarini qilishlik, vayronaga aylantirishlik yoki bo'lmasam tabiatga nisbatan shundoq bir
chiroyli bir muomala qilmaslik oqibatida bir gunohkor bo'lishligimiz ham bor ekan. Shuning uchun ham azizlar, hammalarimiz ham Alloh taoloning bergan bu ulug' ne'matlarini shukronasini ado etishimiz lozim bo'ladi. Bu shukronani ado etishlik go'zal tabiatimizga o'zimiz ham bir go'zal munosabatda bo'lishligimiz, uni saqlashligimiz, go'zal holatini kelajak avlodga yetkazish ham zimmamizdagi katta bir mas'uliyat ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz lozim bo'ladi.